Salam qadrli savolashlar, bugun biz yangi o'quv ingliz tili 1-qism 17-18 darsni o'tamiz. Bu darsda asosan o'rganganimiz biz oldin qatim 15-16 darsda o'rganib o'tgan ismlarning ko'pligini yasash va o'qish usuli. Darsda iltabir. Endi 17-18 darsninki so'zliklari qarab boqaylik. Başsözün birinci tavışı nemi ekan? Ega. Ega ni qo'shsak m. Ananki nemi ekan? Pga. Pga ismga lga. Lga oni qo'shsak la. Ananki nemi ekan? Iga. I'ni so'zli ekanmiz. Undan so'ng la yi. Employee. Employee. Undan so'ng bu yerdagi urg'u qaysi ekan? P ekan. Undan so'ng P'dan kuchli qoldi ekanmiz. Shunga M ni to'g'ri to'g'ri kelgan. Employee. Angaqsqiyin so'zlar employee. Employee degan gap, ya'ni xizmatchi xodim, yollanma xodim degan gap. Ya'ni shirkat va boshqa yerda yolinib ishlayotgan ekanmiz, employee. Andan keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Qa ani qo'shsa ha, ni qo'shsa hard, ni qo'shsa hard, hard. Andan nima ekan? Wahga ni qo'shsa word. Andan nima ekan? K ni qo'shsa k, ni qo'shsa king. Working, hard working. Hard working degan gap Christian. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? O so'z ekanmiz, o emas, a emas, o. Ikkisining o'rtasidagi ot emas, eshak emas, hachi degan tuqa. O'ning keyingisi nima ekan? F ni qo'shsak f, ni qo'shsak fish. Office degan gap, ya'ni ishxona degan gap. Tizlagan chaqda bak so'z o'tmasang bo'ldi, lekin bilinmas so'zlar, so'zga ya'ni office degan ishxona. Endi mana so'zning birinchi tovushi nima ekan? Keyingi so'zniki birinchi tovushi ga, ikkinchi tovushi nima ekan? Ni qo'shsak se, yana bir ni qo'shsak ses. Ayki nima ekan? Ni qo'shsak t, ni qo'shsak tin, ni qo'shsak tint. Assistant. Endi bu yerda degan night tuanalislar urg'u sedika, undan so'ng assistant. Assistant degan gap yordamchi, yordamchi. Ondan mana so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ni qo'shsak say, say. Anki nima ekan? Lg'zni qo'shsak liz, sales. Sales. L bilan zini orasida hech narsa yo'q, sales. Aniki nima ekan? Organ qo'shsak rap, qo'shsak rap, qo'shsak raps. Sales reps, Sales reps degan gap, ya'ni mol sotuvchi. Ya'ni mollarni tunishtirib sotadigan odamni sales reps deymiz, Sales reps. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Mekanikisi nima ekan? Ekan. Ma ani olgancha qanday olamiz degan tem. Tovushlarni o'rgangan chaqda aslini ustiga childi eg'iz, ko'taranga olamiz degan to'q. Ni qo'shsak man, man. Man degan er kishi degan gap, er kishi. Ham so'zlarni o'qilishga qarab qo'yla. Employee, yollanma xodim. Hard working, tirishchan, jafoliq ishlaydigan. Sales reps, mol sotuvchi. Man, er kishi. Office, ishxona. Assistant, yordamchi. Employee, hard working. Sales reps, men. Office, assistant. Endi 17-ci dərsin tekstə qarab baxaylı. Tekstini adıyla bir tərcüm qılıb baxaylı. Jackson de bir adam, Richard degan bir adamның şirketi yaptı. Aniki Richards Jacksonga, yani Jacksonga özünki xizmatchilarini tanıştırıb etibdi. Bu ishkada Marsdagi nima ekan? Paranka. Ondan Jackson yaptı. Come and meet our employees, Mr. Richards. Richard efendim kelib keling ko'ring bizningki xizmatchilarni, yalanma xodimlarni. Mr. Richards, Richard efendim degan gap. Mr. deganni biz o'rganib o'tgan efendim. Mr. Richards degan gap Richard efendim. Ankimiz deb o'tgan, ya'ni ko'z oldimizga odamga o'tinish, buyruq yoki undash talaffuz gap qanchaqda biz you, siz mundaq qiling deb jumaymiz. Mundaq qilib deymiz. Ingliz tilida you degani qo'shilmaydi, Come and meet our employees, Mr. Richards. Ya'ni Richard efendim kelib keling hamda ko'rishib qo'ying bizning xizmatchilar bilan. Mr. Richard efendim deydi. Ham bu yerda diqqat qildinglar, employees, z chiqdi, Employee degan so'zni tavishdi, shunga z chiqdi. Employees.
Mr. Richard nim debdi. Thank you Mr. Jackson. Rahmat Jackson debdi. Buni olmaslik yo'q. This is Nicola Gray. Bu bo'lsa Nicola Gray odamning ismi, ha? And this is Claire Tyler. Bu bo'lsa Claire Tyler odamning ismi. How do you do? How do you do degan gap biz nice to meet you degan. Anaki hello degan. Shunaqa mushning o'xshaydi, lekin men bir qadar rasmiy holda tunji qatim ko'rishga odamning ahvolini so'raydiganga ishlatimiz how do you do? Ha? Buning kelish manbasini hozir so'zlamay turman. Biz keyingi darsda haqiqiy fe'llarningki jumla qurilmasi chiqadi, shu vaqtida qo'shib so'zlayman, ha? How do you do? Qanday ahvolingiz degan. Anakin Richard Penn so'rabdi. Those women, those degan ajraqdiki ular degan gap. Those women. Women degan bir tal ayolni ko'rsatdi. Masalan, policewoman, policeman degan aytgan-ku. Amdik buning ko'pligini nima desanglar? Women, ha? Women. Women degan ayollar degan gap. Those women degan gap ayollar are bo'lsa very hard working. Tirishchan ekan. What are their jobs? Biz o'rganib bo'lgan their jobs are office assistant. Masalan, ularning xizmati bo'lsa ishxona yordamchisi desak, orni oldiga chiqarsak nima galdi? Savol qildi. Are their jobs office assistant? Masalan, ularningki xizmatlar bo'lsa ishxona yordamchisimi degan gap bo'ldi-ku. Endi what ni qo'ysak, what are their jobs? Ularning xizmatlari nima deydi? Ularning xizmat nima deymiz qo'yg'ur tilda? Ularning xizmatlari demaymiz. Ularning xizmat nima deydi? They're keyboard operators. They're keyboard operators. Biz buni o'rganib bo'lgan ular bo'lsa, kompyuter mashg'ulotchilari. This is Michael Baker and this is Jeremy Short. Ani keyin tanishtiradi-ku, bu bo'lsa Michael Baker hamda bu bo'lsa Jeremy Short. Adamning ismi shikilasa. Aytmoqda how do you do? How do you do? How do you do degan gap nima? Ya'ni qanday ahvolingiz? Tunji qatim ko'rishganda ishiltimiz dedim-ku, yaxshimisiz degan gap. Tunji qatim ko'rishganda qanday ahvolingiz, yaxshimisiz degan gapga mushni ishiltimiz ko'pincha. They are not very busy. Are not qisqartib aren't deydi-ku. They aren't very busy. Ya'ni ular oldirash emas ekan. What are their jobs? Ularning xizmati nima? They're sales reps. Ular bo'lsa mal sotquchilar. They're very lazy. Ular bo'lsa backhorn. Biz buni o'rganib o'tgan-ku lazy deganni. Anga Jackson apan deb javob beribdi. They're keyboard operators. Zich qido operator bilan xirlashqachqa. They're keyboard operators. Ular bo'lsa nima deydi? Kompyuter mashg'ulotchilari. This is Michael Baker. Bu bo'lsa Michael Baker and this is Jeremy Short. Hamda bu Jeremy Short. Shikadamning ismi, ha? Buning nimasi yo'q. How do you do? Yaxshimisiz? Abayda bo'lqa. How do you do degan tunji qatim ko'rishgan odamga rasmiy oldi salom qilib, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz deganga ishiltimiz. Ha? Mr. Richards yan nim debdi. They aren't very busy. Ular aldirash emas ekan. What are their jobs? What are their jobs? Ularning xizmatlari nima? They're sales reps. Ular mal sotquchilar. Ya'ni mal tonishtirib sotquchilar demakchi. They're very lazy. Lazy nigini bo'lgan o'rin, ha? Ular bo'lsa back o'rin. Who is this young man? Ha? Who is this young man? Asli kelish manbasi nima? Ya'ni this young man is our director. Masalan, bu yosh bola bo'lsa bizning direktorimiz. Unda esa bu yosh bola bizning direktorimizmi desam deydim. Kesim fe'lni oldiga chiqardim. Izni oldiga chiqarsam, is this young man our director? Ya'ni bu yosh bola bizningki nima direktormi degan gap bo'ldi-ku. Endi bu oddiy so'roq jumlaning oldiga nimani qo'ysam bo'ldi? Alohida so'roq so'zlarni. Masalan, kim deganni qo'yib bersam, who is this young man? Bu yosh bola bo'lsa kim u degan ma'noni bildiradi, ha? Who is this young man? Bu yosh bola kim u? Who is this young man? Diqqat qilinglar, alohida so'roqning keyin chiqib ketadi, ha? Keyini chiqib ketadi. Pastki tuvan chiqadi. This is Jim. Bu bo'lsa Jim deydi. He is our office assistant. U bo'lsa bizningki ishxona yordamchimiz. He is u bo'lsa our bizningki office ishxona assistant yordamchimiz. Endi o 7-chi darsning grammatikalik nuqtalariga qarab boqaylik. Abay degandek, ya'ni tekstni tushunadigan chog' degandek, keling, ham bizning xizmatchilar bilan ko'rishib qo'ying deb o'tinish talab qildi so'zlardi. Shunaqa. Shunlashqa bu yerda nima kelmaydi ekan? Bu yerga kelgan chog'da you come and meet our employees. Siz kelib ko'rishing degan gap sizni olmaydi ekanmiz. Bevosita desak bo'ldi ekan. Come and meet our employees. Kelib ko'rishib qo'ying
bizningki xizmatchilar bilan Mr. Richard apandim deydi. Yani demek ingliz tilda nima degan to'q? Ya'ni ingliz tilda ko'z oldimizga odamga o'tinish, buyruq yoki undash shaklda gap qilgan chaqda biz nima aytdik? Qarshi tarafni you deb siz bunday qiling, siz makiling deb aytdik. Makiling, bunday qiling yoki bunday qilib bersangiz deydik, ha? Endi ikkinchi grammatikalik nuqta nimkan? How did you? How did you degani biz nice to meet you degani bo'lgan tunji qatim ko'rishgan chaqda siz bilan ko'rishganimda xushalman deb ishlatdik shunaqo. Agar tunji qatim ma'lum bir odamni ko'rgan chaqingizda yaxshimisiz, qanday ahvolingiz demoqchi bo'lsanglar, how did you? Qanday ahvolingiz deb olsanglar bo'ldi. Bu rasmiy so'rovlarga ishlatilgan. Masalan, ikki ministr ko'rasizmi? How did you? Qanday ahvolingiz deb ko'rasiz bo'ldi. Ha, tunji qatim ko'rishgan chaqda. Bu how did you niki ingliz tilidagi ishlatilish o'rni. Endi uchinchisi what are their jobs? Buni bayam bir deb o'tib ketdim. Buning kelish manbasini silbak yaxshi xuslash navosimi yana bir takrorlaytay. Their jobs ularning xizmatlari are bo'lsa keyboard operators, ya'ni kompyuter mashg'ulotchilari. Hem buningdagi are-ni yani B pilni oldiga chiqarib olsak, yani kesim pilni oldiga chiqarib olsak, bu savolga aylanib oddiy so'roq jumlaga. Nasa are their jobs keyboard operators? Ularning xizmatlari kompyuter mashg'ulotchilari mu degan gap bo'ldi. Shunaqo biz bugun bo'ldik bu narsani shunaqasini takrorlayapmizgo. B pilni oldiga chiqarib. Endi buning oldiga nimani qo'ysak bo'ldi? Biz bugun bo'ldik, ya'ni buning oldiga alohida so'roq so'zlarni qo'yib qo'ysak, uning bilan taqishadigan logikalik jihatda taqishadigan gaplarni chiqarib olsak, bu alohida so'roq jumlaga aylanadi. Unasa what nima deganni qo'ysak, what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Endi o 7-ci dərsin tekstə qarab baxaylı. Tekstini adıyla bir tərcüm qılıb baxaylı. Jackson de bir adam, Richard degan bir adamның şirketi yaptı. Anıqı Richard Jacksonga özünki xizmətçilərini tanışdırıb etibdi. Bu iş qədər Marsdakı nimikan paranka. Ondan Jackson yaptı. Come and meet our employees, Mr. Richard. Richard efendim kelib keling hem görün bizninki xizmətçilərini, yalan xadimlarını. Mr. Richard efendim degan. Mr. deganni biz o'rganib o'tgan efendim. Mr. Richard degan Richard efendim. Aykimiz deb o'tgan, ya'ni ko'z oldimizga odamga o'tinish, buyruq yoki undash talaffuz gap qilgan chaqda biz you, siz mundaq qiling deb jumaymiz. Mundaq qila, mundaq qilib qapolmay deymiz. Ingliz tilida you degani qo'shilmaydi, ha. Come and meet our employees, Mr. Richards. Yani Richard efendim so'rabdi. Those women and those xizmatchilar bilan Mr. Richard women degan bir tal ayollar. Ham bu yerda diqqat qildinglar, employees chiqdi. Employee degan so'z chiqdi. Women degan ayollar. Richard nima debdi? Thank you Mr. Jackson. Ahmed Jackson this is Nicola Gray. Nicola Gray. What are their jobs? And this is Claire Tyler. Their jobs are how do you do? How do you do degan gap biz nice to meet you degan desak, hello degan are their jobs bu qadar rasmiy oldi. Tunji qatim xizmatlar bo'lsa, shunday yordamga ishlatamiz. How do you do? And what buning kelish manbasi mavzu so'zmaydirmi? Biz keyingi darsda xizmatlari nima deydi? Ularning xizmati nima deymiz? Ularning xizmatlari nima? Ularning how do you do? Qanday ahvolingiz degan. They're keyboard operators. Biz buni o'rganib bo'lganlar bo'lsa, kompyuter mashg'ulotchilari. This is Michael Baker and this is Jeremy Short. Ani keyin tanishtirib bu bo'lsa Michael Baker hamda bu bo'lsa Jeremy Short. Adamning ismi shikilasa. Aytganda how do you do degan gap nima? Ya'ni qanday ahvolingiz? Tunji qatim ko'rishganda ishlatamiz dedim-ku, yaxshimisiz degan gap. Tunji qatim ko'rishganda qanday ahvolingiz, yaxshimisiz degan gapga mushni ishlatamiz ko'pincha. They are not very busy. Are notning qisqartib aren't deydi. They aren't very busy. Ya'ni ular oldirash emaskan. What are their jobs? Ularning xizmati nima? They're sales reps. Ular bo'lsa mal sotquchilar. They're very lazy. Ular bo'lsa backhorn. Biz buni o'rganib o'tgan-ku lazy deganni.
Anga Jackson efendim deb javob beribdi. They're keyboard operators. Z chiqdi operator bilan oxirlashqachqa. They're keyboard operators. Ular bo'lsa, nima deydi? Kompyuter mashg'ulotchilari. This is Michael Baker. Bu bo'lsa Michael Baker. And this is Jeremy Short. Hamda bu Jeremy Short. Ikkadamning ismi, ha? Buning nimasi yo'q. How do you do? Yaxshimisiz? Abay deb bo'ldik, ha? How do you do degan tunji qatim kurashgan odamga rasmiy oldi salom qilib, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz deganga ishiltimiz. Ha? Mr. Richards, yani nim debdi, they aren't very busy. Ular aldirash emaskan. What are their jobs? What are their jobs? Ularning xizmatlari nima? They're sales reps. Ular mal sotuvchilar. Ya'ni mal tonishtirib sotuvchilar demakchi. They're very lazy. Lazy nigini bo'lgan o'rin, ha? Ular bo'lsa back o'rin. Who is this young man? Who is this young man? Asli kelish manbasi nima? Ya'ni this young man is our director, masalan. Bu yosh bola bo'lsa bizning direktorimiz. Undan so'ng bu yosh bola bizning direktorimizmi desam deydim. Kesim pilni oldiga chiqardim. Izni oldiga chiqarsam, is this young man our director? Ya'ni bu yosh bola bizningki nima direktormi degan gap bo'ldi-ku. Endi bu oddiy so'roq jumlaning oldiga nimani qo'ysam bo'ldi? Alohida so'roq so'zlarni. Masalan, kim deganni qo'yib bersam, who is this young man? Bu yosh bola bo'lsa kim u degan ma'noni bildirdi, ha? Who is this young man? Bu yosh bola kim u? Who is this young man? Diqqat qilinglar, alohida so'roqning keyin chiqib ketadi, ha? Keyini chiqib ketadi. Pastki tuvan chiqadi. This is Jim. Bu bo'lsa Jim deydi. He is our office assistant. U bo'lsa bizningki ishxona yordamchimiz. He is u bo'lsa our bizningki office ishxona assistant yordamchimiz. Endi 17-darsning tekstning o'qilishi qarab boqaylik. Men burunqi o'xshash burunqi darslarimda degandek, men asta bir o'qirma, normal bir o'qirma, tiz bir o'qirma, silma chiqqanchaqda oshquncha men chiqsanglar bo'ladi. Come and meet our employees, Mr. Richards. Thank you, Mr. Jackson. This is Nicola Gray, and this is Claire Tyler. How do you do? Those women are very hardworking. What are their jobs? They're keyboard operators. This is Michael Baker, and this is Jeremy Short. How do you do? They aren't very busy. What are their jobs? They're sales reps. They're very lazy. Who is this young man? This is Jim. He is our office assistant. I'm texting normal o'qilishi, ha? Come and meet our employees, Mr. Richards. Thank you, Mr. Jackson. This is Nicola Gray and this is Claire Tyler. How do you do? Those women are very hardworking. What are their jobs? They're keyboard operators. This is Michael Baker and this is Jeremy Short. How do you do? They aren't very busy. What are their jobs? They're sales reps. They're very lazy. Who is this young man? This is Jim. He's our office assistant. Come and meet our employees, Mr. Richards. Thank you, Mr. Jackson. This is Nicola Gray and this is Claire Tyler. How do you do? Those women are very hardworking. What are their jobs? They're keyboard operators. This is Michael Baker and this is Jeremy Short. How do you do? They aren't very busy. What are their jobs? They're sales reps. They're very lazy. Who is this young man? This is Jim. He's our office assistant. Endi 18-dars qarab qo'yaylik. 18-darsda asosan mashq dars ekan bu. 18-dars asosiy so'raydigan ekan, what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? What are their jobs? What are their jobs deganga ularning xizmatlari nima? Endi bir necha xizmatning ismini beribdi. Sales reps, keyboard operators, mechanics, engineers, hairdressers degandek. Endi bu asosliq maqsadi tekstninki, ya'ni 18-darsning asosliq maqsadi ismlarning ko'pligini yasagandan keyin uning o'qilishi qanday chiqdi? C chiqamdi, Z chiqamdi yoki S chiqamdi. Biz buni oldingi saytda o'tab bo'ldik. Shu 11 biz o'tab bergan jarangsiz yuk tavishdan 5 ni, andan keyin 6 yana tavush batdi. Shu 11 ni yodlab olsanglar qolgan hammasi Z chiqdi dedim-ku. Shunga bu tekstda shuni mashq qildirmoqchi. Undan so'ng tekstni bir o'qib birma, qolgan o'zinglar ko'plab o'qib mashq qilsanglar bo'ldi. Ham tekstda what are their jobs? Ularningki xizmatlari nima? What are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Shunaqa. Ularning xizmatlari nima?
Ondan sonra they are ular bolsa sales reps. Sales reps degan gap nimati mal satqıchlar. Ondan sonra diqqat qilinglar. Repning sales reps degan ismgo ismning ko'plikka. Ondan sonra tavush nimlar qilishadi? Rep. Bilan qilishadi. Ondan sonra tenki nima oltoq? C oltoq. Ondan sonra sales reps. Chiqadi ekan, ha? Sales reps. Ikkinchisi nima what are their jobs? Desa, ular xizmatları nima? They're keyboard operators. Keyboard operators. Undan sonra keyboard operators, the operator bilan qilishdi. Ni biz nima deb o'rgandik? So'zuq tovush deb o'rgandik. So'zuq tovushdan keyin yoki jaranglik uzak tovushlardan keyin nima deb elindi? Z deb elindi. Shunga operators. Operators. They're keyboard operators. Üçüncüsü nima? They're mechanics. Bilan qilishdi. Yani o 5 tavuşdan şidi batı, onda C çıkır iken, they're mechanics. Çünkü k bilan qilishibdi, şon köplikni olgandan keyin step çıkıdı, mechanics. Hem keyin qarsak, they're engineers. Engineer degan near, anga qism bilan aqlashadi, near, bilan aqlashadi. Unda bo'lsa, buningga z kelgan, çünkü so'zuq tavuşdan keyin z keldi. Engineers, they're engineers. Hem keyingisi nima? Hairdressers. Hairdresserning aqsimlar qilishib ketgan bilan dresser bilan qilishib ketgan. Buning ko'pligi yana nima deb oldik? Z deb oldik. They're hairdressers. They're hairdressers. Endi they're teachers. Ular bo'lsa o'qituvchilar. Teacher o'xshashlar bilan qilishibdi. Undan so'ng yana z chiqadi ekan. They're teachers. Qarsak, what are their jobs? Buningda faqat ikki xil narsani beribdi, ya'ni erdan keyin zali qanday alindi. Masalan, keyboard operator bilan qilishgan, bunda belirti degan so'zuq tovushda shun z deb alindi. Keyboard operators. Engineers bilan qilishibdi, ya'ni so'zuq tovush bilan qilishibdi, shunlar z deb alindi. Hairdressers shu, teachers mo'xshash bilan qilishgan, customs officers ya'ni bilan qilishgan, taxi drivers ya'ni bilan qilishgan. Shunlashqa mavu ya'ni jigarangda bo'yab qo'yganlarning hammasi nima bilan qilishibdi? Bilan. Bu so'zuq tovushda shunga z deb talaffuz qilindi. Endi their sales reps bilan their mechanics. Sales reps nima bilan qilishibdi? P bilan. Shunga p degan 5 tovushning ichida bor step ilindi. Shunga sales reps. They're mechanics. Mu 5 tovushning ichida bor. That's mechanics. Ondan yeşil ranglik bo'yib qo'yilgan qarayli. They're nurses. Nurse degan sestra degan gapdi ku. Nima bilan qilishyapti? Qarang, o'qisangiz chiqdi. Nurse. S bilan qilishibdi. S degan qaysi tovushning ichida bor? Ostidagi is deb talaffuz qilingan 6 tovushning ichida bor. Undan so'ng nurse-ga aslidagi o'qilish nurse-ga isni qo'shib nurses deydiganmiz. They are nurses. And air hostesses. Air hostess degan aeroplan kutkuchisi degan gapdi. Undan so'ng bu nima bilan qilishibdi? S bilan. Buning ko'plik qo'shgandan keyin deb oldik, is deb oldik. Chunki bu s degan gap oldi 6 tovushning ichida bor, is deb ilindigan. Undan so'ng air hostesses. Air hostesses. Buningda bizga asosli mashq qildirayotgan nima ekan? Ya'ni ingliz tilidagi ko'plik shaklga aylangandan keyingi ismlarning o'qilish qoidasi. Endi demakchi bu yerda ya'ni men ko'k ranglik bo'yab qo'yganlarning hammasi C chiqdi, chunki 5 tovushdan ichida bor. Siz reps, mechanics, endi keyboard operators, engineers, hairdressers, teachers, customs officers, taxi drivers hamsi bilan qilishibdi. Degan so'zuq tovushda shunga Z deb olasizlar. Keyboard operators, engineers, hairdressers, teachers, customs officers, taxi drivers deb. Endi yeşil bo'yab qo'yganlarimcha ishkili C bilan qilishibdi. S bilan, ya'ni S degan gap, ya'ni 6 tovushdan ichida bor is deb ilingan. Shunga nurses, air hostesses. Mush buncha ilindi. Endi ostidagi 5 jumla nimning misoli ekan? Qoidasiz ismlarningki. Men degan chaqda ingliz tilida ham qoidasiz ismlar bor degandim. Qoidasiz ismlar qoidaga tushmaydi degandim. Shunaqa. Buni o'qilishni qoida bo'yicha aqlolmaydi. Buni o'qilishni ayrim o'rganish to'g'ri keldi. Birinchi qarasanglar, they're housewives. Ya'ni housewife degan oila ayollari, housewives bo'lsa oila ayollari. Ular bo'lsa oila ayollari.
Their milkman bo'lsa, man eg'iz aslini ustiga ichilib yuqori ilinsa, bir tal akshi degan gapda. Shunaqa, man desamchi, man tuanroq chiqidi, tizilingan vaqt erlar bo'ldi. Milkman degan gap ular bo'lsa, nima sutchilar. Postman degan o'xshash sutchilar. Policeman degan gap o'xshashlar saqchilar, ya'ni saqchilar. Policeman desak, bir tal saqchini ko'rsatdi. Policeman desak, ya'ni azroqlam farq qildi. Bu nima bo'ldi ekan? Saqchilar. Police women. Women degan woman. Bir tal ayolni woman deydiq, women degan ko'pligiti. Shunga police women, Amber o'qib o'tsak, What are their jobs? Their sales reps. Their keyboard operators, their mechanics, their engineers, their hairdressers, their teachers, their customs officers, their taxi drivers, their nurses, their air hostesses, their housewives, their milkmen, their postmen, their policemen, their police women. Qadrli savodashlar, shundan bilan bizniki yangi ingliz tili birinchi qism 17-18 darsimiz oxirlashdi. 17-18 darsimizda yana degani ismlarning ko'pligining aslishi va ismlarning ko'plikka solgandan keyingi o'qilish usuli. Uyg'ur tilida xudolarni qo'shib ko'plikka yasagan o'xshash ingliz tilidagi qoidali ismlarga asiyasini qo'shib buning ko'pligini yasag'ili bo'ldi ekan. Lekin yasagandan keyin uyg'ur tiliga o'xshash o'z paytida alınmay bu yoki iz deb uch xil talaffuz qilingan. Bu talaffuzni intayin yaxshi bilish kerak. Agar buni bilmasak, xuddi uyg'ur tilidagi larni almashtirib ishlatib qo'ygandek bo'lamiz. Masalan, uylar deganni uylar, qizlar deganni qizlar, qushlar deganni qushlar degandek bo'lib qolamiz. Bu boshqalarga nisbatan yaxshi ta'sir bermaydi va o'zimizga nisbatan anglash iqtidorimizga ta'sir ko'rsatadi. Buni bir mezgil mashq qilsak o'qib ketsizlar. Bu qatimliq bizning mashq darsimiz chorshanba soat 7 dan 8 gacha Yevropa vaqti. Topshiriq yangi burunga o'xshash so'zlikni 10 qatim yozsizlar, tekstni 2 qatim ko'chirib yozib menga biz endi mashq darsida asosligi talaffuz, tarjima, undan keyin so'zlash mashq qilib boramiz. Shu orqali Ağız tili, yazıq tili və əmi cəhətlərdən toluq mükəmməl yetişib çıxışınlığa kapalatlı qağıl buldu. Şunlaşqa, savaqdaşlar çoxum tapşırıq səl qarmaqlar, tapşırıqını vaxtı işlənlər. Xeyr, xuş vaxt bulanlar.